Siz ingliz tili grammatikasini bilasiz, lekin unda so'zlasha olmaysizmi? Bu yerda muammo grammatikada emas. Birinchi o'rinda siz gapirishni va bilishni aralashtiryapsiz. Grammatikani bilish, test yozish va qoidani tushunish degani, lekin speaking tez gapirish va avtomatik fikrlash degani. Misol uchun, siz mashina haydashni kitoblardan o'rganishingiz mumkin, lekin rulga o'tirganda siz hayday olmaysiz. Ikkinchidan, sizda gapirish mashqi yo'q. Grammatika 50% ishni hal qilsa, 50% bu amaliyot bo'lishi kerak. Agar siz faqat o'qisangiz, faqat yodlasangiz, lekin gapirmasangiz, deyarli hech qachon ishonchli gapira olmaysiz. Uchinchi va eng muhimi, xato qilishdan qo'rqish. Ko'pchilik xato qilsam uyat bo'ladi deb jim bo'lib qoladi yoki qisqa gapiradi. Lekin xato qilmasdan gapirishni hech kim o'rganmagan va buni iloji ham yo'q. Ingliz tilini tez va oson o'rganish uchun bizga obuna bo'ling va kuzatib boring. Videoni ingliz tili grammatikasini yaxshi biladigan, ammo unda so'zlasha olmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying.